Sizlar bilan maslahatlashmasam, kim bilan maslahatlashaman? Har biringlar fikringlar men uchun juda muhim. Iltimos, o'zinglar izohinglarni qoldirib, o'z fikringlarni tashab ketsanglar, minnatdor bo'laman. Mana hammanglar xabaringlar bor, anchadan beri Qirg'izistondan qo'chqorlar olib kela olmayapmiz. Sababi Qirg'iziston o'z chegarasini Chorva O'zbekistonga chiqishga mutlaqo bekitib qo'ygan. Qozog'iston ham o'z chorvasini O'zbekistonga chiqartirmayapti. Ya'ni cheklov joriy etishgan. Albatta bu narsani ketida menimcha qanaqadir bir kuchlar o'zini siyosiy maqsadlarga erishmoqchi shekilli va bu orqali bizani davlat rahbariyatiga menimcha qanaqadir ta'sir o'tkazishmoqchi. Men bilmadim, endi siyosat tushunmayman. Bu narsa birinchi marta bo'lmayapti. O'tgan yil ham yopilgan edi, mana bu yil ham yopilgandi, mana yaqinda yana yopildi. Xullas, hali hanuz chegara ochilmayapti. Roppa-rosa mana 2 oy bo'ldi rasmiy chegara yopilganiga, orada bir kirgizishdi, keyin yana to'xtatib qo'yishdi va haligacha noma'lum qachon O'zbekistonga, demak Qirg'izistondan shu chorva kirishini. Chegarani oldida ko'p aldanib qolgan tadbirkorlar kuzatsak bo'ladi. Hali hanuz o'sha hattoki Rossiyadan bir qanaqadir yo'llar bilan olib kelgan mollarni ham saqlab yurganlarni ko'rsak bo'ladi. Hozir hech qanaqa yo'l bilan O'zbekistonga hech qanaqa qo'ylar kirmayapti. Xullas, 16-martda ochamiz deyishdi, ochishmadi. Mana 25-da ochadi deyishdi, ochishmadi. 1-dan 5-aprelgacha ochadi deyishdi, ochishmadi. Endi mana hozir 15-da ochadi deyishyapti. Bunga men mutlaqo ishonmayman. Hattoki mana boya ayrim boylar bilan gaplashuvdim. Bahodir aka, yozni iyul oyiga o'tib ketishi mumkin. Ya'ni o'sha Qirg'izistonda qo'zi sezonga o'tib ketishi mumkin deyishdi-da. Keyin o'ylab qoldim. Endi ko'pchilikning tavsiyasi ham bo'ldi. Qirg'iziston bilan bunaqa hamkorlikda ishlashlikdan avval bu fikrga meni 5 yil oldingi O'zbekistondagi bozorlari aynalishim meni olib keluvdi. Ya'ni men O'zbekistonning hududlarini aynalganimda, bozorlarini xususan aynalganimda o'zimga yoqadigan hech bir chorva ko'rmagan edim. Nafaqat O'zbekiston, hattoki mana Tojikistonga ham chiqdik, Qozog'istonga ham chiqdik. U yerda ham yoqmagandan keyin vodiyga borib qolib Qirg'izistonni o'sha chorvalarini, ko'rinishlarini ko'rib, keyin Qirg'izistonga chiqib ketdik. Lekin bunga ham mana hozir qarasak bir 5 yilcha bo'lib qopti-da. O'shanga sizlardan bir fikr bilmoqchi edim. Nima deysizlar? Balkim haqiqatan ham Surxondaryo, Qashqadaryo taraflarga, o'sha Denov taraflarga, Saroysiya taraflarga borib, Bobodehqon tog'lariga borib, bir qo'ylar ko'rib kelsammikan, bir qo'zilar ko'rib kelsammikan, nima deysizlar? Balkim shu vaqtning ichida o'tda ham qanaqadir qon almashish, bir qanaqadir ishlar olib borilgan-ku. Chunki O'zbekistonga mana qo'chqorlar kelgandan keyin ko'p Qirg'izistonning qo'chqorlari Surxondaryo, Buxoro, Qashqadaryo taraflarga ketdi-da. Balkim rostdan ham qon almashib, qanaqadir seleksiya bo'lib, o'tda ham balkim yaxshilangandir. O'tda ham bir ko'rib kelsammikan, nima deysizlar? Bu murojaatimdan foydalanib, agar bizani mana Surxondaryo, Qashqadaryo tarafda obunachi chorvadorlarimiz bor, iltimos aloqaga chiqishingizni so'rayman. Obuna va izoh qoldirib, yuksalishimizga hissa qo'shing.